Molekulyar massasi 16968 gram emas. 16968 bo'lgan kapron tolasining bitta makromolekulasi nechta bog' hosil qilishda qatnashgan S-puch gibrid orbital mavjud. Biz boshlab endi topib olishimiz kerak. Tushundikmi? Demak, nima qilamiz endi? Birinchi navbatda ko'chirib olaman. HN H2 dan 5 dona va CO. Endi mana OH. Emerchi ekan 16968 ekan. Qaranglar. Mana bu ikkisi suv bu, to'g'rimi? Ikki chetimdagi. Shundan 18 ni tashlaymiz. Demak, kavsning ichi 16950 bo'lishi kerak. Tushundikmi? Kavsning ichini hisoblaymiz endi. 14 ni 5 ga ko'paytiramiz. 70. 70 ga 28 ni qo'shamiz. 98. 99, 100, 113 mi? Demak, ichon 113 ekan. Yoki kimdir har doim 113 olammi deb qaysi masalada so'radinglar? Sen so'radingmi? 113. Demak, 16950 ni 113 ga bo'lamizmi shunda? Endi topish uchun, polimerlash darajani topish uchun 16950 ni bo'ldik 113 cha chiqdi? 150 chiqsa. Demak, polimerlash daraja 150 ekan. Endi bizdan nima so'rab turibdi? Bitta makromolekulasi nechta bog' hosil qilishda qatnashgan S-puch gibrid. Endi mana shuni hisoblaymiz. Bog' hosil qilishda qatnashgan degani. Mana bu uglerod S-puch gibridlangan bo'ladi. Mana bu ochamiz mana buni. Faqat S-puch so'rab turibdi, to'g'rimi? S-puch so'ramadi, S-puch so'radimi axir? Va mana bu azot ham S-puch gibridlangan. Va bir elektron jufti bog' hosil qilishda qatnashmagan. To'g'rimi? Demak, mana bu ko'chadagi ham S-puch. Faqat uni bog' hosil qilishda qatnashmagan 2 elektron jufti bor. Tushundikmi? Endi qaranglar. Mana bu uglerodni bilamiz, hammasi qatnashadi. To'g'rimi? Ya'ni e'tibor beringlar. Bog' hosil qilishda qatnashgan degani bundan chiqqan sigma bog'lar. Umumiy holatda mana bu elektron juftlarni ham qo'shib biz necha deymiz? Mana vodorodni ochamiz. Mana 1 2 3 4 deganmiz. Jami qatnashgani mana bog' hosil qilib turibdi. Ikkitasi qatnashgan. Mana bu elektron juftlar qatnashmaganlar hisoblanadi. U holda mana 5 tasi qatnash. 5 4 20. Mana bu uglerodda 20. Mana bunda 3, chunki birisi qatnashmagan. 23 bo'ldimi? Demak, 23 ni ko'paytiramiz 150 ga. Chunki mana shu holatdan 150 marta takrorlanadi. Tushundikmi? Qo'shamiz necha chiqadi? 3450 mi? 450. Va ko'chada ham nechasi turibdi? Ikkisi turibdi. Demak, 3450 ga ko'chadagi kislorodning ikkisini qo'shamiz. 3452. Javob bormi? 3450 degan javob ham bormi?